أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Biz aldığımız dersimizde sünnet ve neflidin perzinin muhimligi haqida ders qilgan. Perzning muhimligini hammadan bilgan bo'lsa-mu, ba'zi perz bilan sunnatni arayamaydigan odamlar uchun, ya'ni almash qilsamisin uchun buni yaxshi tushunib edik. Shunga sunnat bilan mashg'ul bo'lib qilib, perzni ya'ni qilmay qoldigan, perzni kechiktirib qo'ydigan bunda ishlar bor jamiyatda, ijtimoiy jamiyatda. Bunda hamma odamningki tushunchasi yoki uningki ehtimoli, tirishchanligi o'xshash bo'lmagani uchun almash bo'lib qoldigan ishlar bor. Shuningga diqqat qildirish uchun bu darsni qildik. Ya'ni biz perzningki muhimligi haqida bir necha misol bilan bu tushuncha berdik. Endi bugungi darsimizda ya'ni sunnat bilan mashg'ul bo'lib qilib, perzni qilmay qoldigan nurg'un ishlar bor. Almashtirib qo'yilgan. Buningga ba'zi bir misollar bilan tushuncha berildi. Masalan, namozning, ro'zining, hajning perzligini nurg'un odamlar bildi. Ama şunun perzlikini, muhimligini bilsimi, bu muhim işlerini koyup başka sünnet bo'lgan ya nafli bo'lgan işlerini tutup kalıp bu perzini qilib qo'ydigan bir ishlar var. Yani şu namazning, ro'zining, hajning mi sünnet naflileri var. Şu sünnet naflilerini qilmi deb bu ibadetdeki ishning başka sahada perz olgan işler işte var muhim. Onu tashlab qo'ydigan ba'zi bir ahvollar bor. Şunun qarta masalan buningga ba'zi bir misollar bor. Masalan kechida tahajjud o'qiyman deb o kecha uxlamay ibodat qilib, attiginisi bomdodda uxlab qolgan. Bomdod namozi perz. Tahajjud ya kechidagi namoz o nafla. Nafla ish bilan uyqusiz qilib, perz ishda uxlab qolgan. Yani buningga o'xshash boshqa ishlar bor yana. Ramazon kunlarida axshimisi kechida Qur'on o'qish bilan ibodat bilan o'tkazdim deb kechida uxlamay attigan tarafida bomdodda uxlab qolgan. Yoki suhurlikni eg'ir yeb bomdod namoz uxlab qolgan. Yoki bomdoddan keyin azroq uxlay deb u uyquni uxlab qilib ishqa boradigan ishni kechiktirgan. Yani ba'zi boshqalarning ehtiyojini hal qiladigan ishda mashg'ul bo'lgan odamlar bor kundalik. Endi bunda kishilar o boshqalarning ehtiyojini hal qiladigan ishini to'liq davomlashtirish ya boshqalarning qo'lida ishlagan, oylik ishlaydigan, kunlik ishlaydigan bu odamninki ya'ni shu ishga haq etib, to'liq ishlab vaqtini shuningga berib, undan keyin o halol rizqi yeydigan bunda ish bor. Endi ba'zi shu nafli ish bilan mashg'ullab qilib, ya kechada uxlamay qilib, ya attiginisi uxlab qilib, ishga kechikib qilib degandek, yana boshqa ishlarni, muhim bo'lgan ishlarni kechiktirib qo'ydigan ishlar bor. Demak, shunda ishlarda yana hammasini o'zining yerida qilish lozim. Yani ba'zi nafli ishlarni qilolmasa-mu, kunduzi ishi jiq bo'lgan odamlar
boshqa ishiningki muhimligiga ko'ngil bilib qilsa, Alloh subhanahu va taolo shuningdan yana savob berdi. Shuni to'liq ado qilganlik uchun yaxshi natijaga erishadi. Naflini qilolmay qolgan bo'lsa-mu. Yana nafli ish bilan boshqa vaqtni mashg'ul qilib, undan keyin muhim bo'lgan ishlarga uning vaqti uni yeb ketsa, yaxshi bo'lmaydi. Uningdan boshqa ro'za tutgan ishlar bor, nafl ro'za tutgan. Haftada 2 kun nafl ro'za tutgan payg'ambar alayhisolamningki sunnatlari bor. Buningga rioya qilman, buni qilman deb boshqa ishga daxl etadigan, boshqa yana farz bo'lgan, vojib bo'lgan ishlar aqsab qoladigan ish bo'lsa, ya'ni bu nafl qilish bilan vojib farz ishni aqsab qo'yishga bo'lmaydi. Buning uchun boshqa farz vojib ishni muhim bilib, uningga ko'ngil bilib to'liq qilish lozim, to'liq ado qilish, ma ishlar qilinmay qolsa-mu, buningdan o'zirlik qildi. Endi hajda shunday ishlar bor. Hajnimi shu nafl haj qilaman degan yoki umra qilgan ya Ramazonda shu haramda bir muncha pulni hajlab berib Ramazonda ibodat qilish uchun qilgan ishlar bormi? Oliy hotellarda yetib shunda ibodat qilib keldim deb o'zining shaxsiy bir ibodati uchun shu nurg'un pullarni hajlaydi. Ammo atrofda qaraydigan bo'lsak, pul hajlaydigan, pulga ehtiyoji bo'lgan nurg'un odamlar bor, nurg'un jallar, nurg'un kishilar, musulmonlar o'layotgan. Nurg'un yerda jihad bo'layotgan, nurg'un yerda oyliqda egri non yo'q kishilar, musulmonlar o'layotgan. Bunda ahvollar bor. Uningga yordam beradiganga pul yo'q. Ammo nafli ibodatni qilaman deb nurg'un uningga pul sarf qilgan, bunda ishlar bor yani. Atrofimizda har tarafda, dunyoning har yerida bor yani. Shu nafli hajga pul hajlaydigan, ammo ko'ziga ko'rinib turgan atrofidagi qo'lin qo'shna va yoki kishilarningki ahvolini, qiyinchilik ahvolini hal qilmaydigan. Bu ishlar dunyoning har yerida bor. Yaqindagi ahvolda bizningki vatanimizdan chiqqan hijrat qilib chiqqanlarningki ahvollarida qiyinchilik tatgan ahvolini ko'rdik, masalan. Ba'zi yana buni ishlarga ko'ngil bilish nayta azimdi. Demak, bu atrofdagi kishilarningki ahvolini xabar tepish, sil rahim qilish, boshqalarga yordam qo'lini sunish degandek bu ishlar vojib ishlar, zarur ishlar. Nurg'un ishlar ko'ziga ko'ringan, ya'ni ishlar qarab tursa, boshqa ishlarga nafl navafil bo'lgan ishlarga vaqtini chiqarish yoki uningga masraf pul chiqim qilish degandek ishlar almashilib qoldigan bunda ishlar bor. Shuning uchun shu ishlarda diqqat qilish lozim. Nafli ishlar bilan mashg'ul bo'lib qilib, ba'zi vojib bo'lgan ishlar qolib qolmasin demoqchi. Bundan boshqa farzil aynning farzil kifoyadan muhim ekanligi bir mavzuda so'zlanadi. Bu qisqa bir mavzu. Ya'ni farzil ayn, farzil kifoyadan muhim. Farzil ayn degan qaysi, farzil kifoya qaysi, buni ariflamaymiz endi. Onun uchun bu yerda bir qancha misolda farzil ayn, farzil kifoya ishni misol ekapti. Bu farzil ayn, farzil kifoya. Buningga kelgan misolda ya'ni jihad qilish bilan ya'ni jihad qatnashish bilan ota-onaga yaxshilik qilish. Bu ikki ishni misol qilinib, bu odamda jihadni bu umumiylik musulmonning ustiga bo'lgan bir farz. Bu farz bo'lgan ish, ya'ni qanday odamga qanchalik miqdorda, qanday chog'da farz. Buni bayon qilish to'g'ri keldi. Uning uchun payg'ambar alayhisolamningki qilgan jihatlarini, ya'ni ikki turga
bölüp tushunsak, bu cihatdaki iki türlük cihat, biri difai cihat, yine biri talabi cihat. Difai cihat deganimiz bir Müslüman diyarıga kafirler besip kirip hukuku tecavüz kıldıgan bolsa, bunda çağda bu kafirlerinin hücumuga karşı turuş üçün bütün kişiye cihat kılış perz. Çoğun bolsun, kiçik bolsun, kır, yaş, er, ayal hemmeyle bununla karşı turuş lazım. Bu cihat hemme kişiye perz. Perzil ayn. Hemme demge. Birbirlik adamla kası, birbirlik adamla öyküp oturduğun da iş yok. Çünkü düşmanlı besip kirgendiğin kin hemmesininki dinini yok kılıdı, hemmesinin hukukunu tatip alıdı. Onun için hemmeyle perz. Bu perzil ayn. Yani yeni bir türlük cihat, bu talebi cihat. Talebi degen yani kafirler özünün yurtida tuğan, Müslümanlar özünün yurtida tuğan. Ama davet yolunu etiş üçün davet yoluğu takışıp kalgan kişiler bilen uruşup kalgan bir iş var mı? İslam davetini takip etmez degen vaxtda bu davet yolunu toskan kişi bilen yolunu etiş üçün uruşup iş var, uruşup kalgan. Ya ki kafirlerinki yani devamlılık biz bilen Müslüman bilen uruşuduğanga teyyar bir turduğan bir haleti. Yani kaçan bir çağda fırsat tapsa Müslümanlığını besiveliş ya ki uruş etiş ihtimalda xavf bilen tuğan bir haletilde. Bu vaxtda yani kafirlerge uruş etiş siz uruşsunuz, biz uruş kılı teyyar dep meydanga çıkıdığan uruş. Bu perzil kipaye dep şunda hesaplandı. Ulumalı şunda qaragan bununla. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın kılgan cihadı mı şunu köstüdü. Mesela Hendek uruşuda bütün kafirler birleşip Medine'ni besivlişe geldi. Bununla karıştırış için çok küçük bütün adam bununla karşı Medine'nin çögürüske katakkalap müdafaa kıldı. Hemmeyle birlikte kıldı bu hareketini. Onundan başka Uhud uruşu. O yerden kafirler yakın kelgen. Onun gumu yani nurgun kişiler çıktı. Peygamber Aleyhisselam bununla tamam kişilerin çıkışını davet kılgan. Küçük balla ayalla çıkmagan bolsa mı ama başkalar hemmesi çıkkan. Onundan başka nurgun cihatlığa bu cihatlığa yani bunu talebi dep hesaplandı. Yani bununla hemmeyle davet kılgan eğer emir Peygamber Aleyhisselam ya ki kiyinki halifelde kiyinki zamanlarda kelgen emirler olsa hemmeyle çıkışını buyurgan bolsa o vaxtda hemmeyle çıkış. Eğer hemmeyle çıkış zürül olmasa birbirlik adamlar o işini kıp kireleydiğen ahvalda bolsa mesela Peygamber Aleyhisselam'ınki bazı uruşluğa bazı birbirlik sahabını evetkenге okşaş. Bazı cihatlığa, özü katnaşkan cihatlıda yani hemmeyle toluk bereşini davet kılmayı birbirlik adam bilen bağan, okşaş bazı bir cihatlı. Bu yani talebi. Dep bunu yani perzil kipaye degen nime de? Anda muşuna olan yeni bir perz tangtayı kep kalan bolsa bu vaxtda yani o yine perzil ayn olan birisi o bunun muhim buldu. Dep bununla Peygamber Aleyhisselam'ınki yani bu hakta kelgen hadislerini ekepti. Bunun da kelgen hadiste İmam Müslim, İmam Bukhari, İmam Müslim'ninki iki hadis kitabında kelgen rivayette Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anhumanınki din rivayet kılınan hadiste
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد. Yani bir kişi geldi Peygamber Aleyhisselam'dan cihatga chiqishga izin so'radi. Cihatga chiqishni so'rab keldi, yani talab qilib. Men cihatga borsam, qatnashsam deganda Peygamber Aleyhisselam sening ota-onang hayotmi deb so'ragandan keyin bu kishi ha dedi. Ota-onam hayot degandan keyin Peygamber Aleyhisselam bu kishiga sen shu ota-onang haqqida jihad qil. Degan shu ota-onangning xizmatida bo'l. Yani sening cihatga berishingdan shu ota-onangning xizmatini qilish muhim deb, yani ota-onaning xizmatini qilish farzil ayn, bu cihatga berish farzil kifoya. Boshqalar berib u cihatni qilsa, seninki ota-onangning xabar olish bu sen uchun farz, sen buni qilgan deb Peygamber Aleyhisselam buni buyurgan. Yine başka rivayette mi kiriklik? Akbala raculun ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faqala ubayi'uke alel hicra vel cihad abtagil ecra min Allah. Qala fehal min valideyke ahadun hay? Qala naam bel kilahuma hay. Qala fetabtagil ecra min Allah? Qala naam. Qala ferci ila valideyke ve ahsin sohbetehuma. Yani bir kişi geldi Peygamber Aleyhisselam'a şunda talep qilib geldi. Men hicrat qilishni, jihad qilishni arzu qilaman. Bunga ruxsat bersang. Degandan keyin Peygamber Aleyhisselam sening ota-onang hayotmi deb so'raganda bu kishi hayot, ikkilisi hayot dedi. Degandan keyin sen mushu ikkoylarga xizmat qilish bilan sen Allah rizoligini izlasang bo'lmamdi deganda bu kishi bo'ladi dedi Peygamber Aleyhisselam. Unda bo'lsa sen ota-onangga qaytib berib, ota-onangningki xizmatini yaxshi qilgin, sen ularga yaxshi hamrohlik bo'lgin. Shu kifoya qildi sana dedi. Yani sening muhim ishing bu dedi. Yine başka hadiste Enes radıyallahu anh'dan kelgan hadiste shunda keliklik. Atta rajulun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem faqala inni ashtahil jihad fala aqdiru alayhi. Qala hal baqiya min walidayka ahad? Qala ummi. Qala qabilillaha fi birriha. Fa iza fa'alta zalika fa anta hajin ve mu'tamir ve mujahid. Yani birisi geldi Peygamber Aleyhisselam'ın yanına, mening jihad qilg'im bor, ammo jihad qilishga qodir emas. Yani ba'zi bir sabablar bilan men jihad qilishga qodir emas. Degandan keyin Peygamber Aleyhisselam so'radi, seningki ota-onang bormi? Sening ota-onangning biri hayotmi? Degandan keyin u mening onam hayot bor dedi. Degandan keyin Peygamber Aleyhisselam sen shu onangga yaxshilik qilish bilan Allohga uchrash. Sen shu onangga yaxshilik qilsang, sen haj qilgan bo'lsa, umr qilgan bo'lsa, jihad qilgan bo'lsa, sen hem hacı, hem ömür qilguvchining, hem jihad qilguvchining savobini shu onangga xizmat qilish bilan topilsa deb onasiga xizmat qilishga buyurdi. Yine başka hadiste şunda keliklik yani. Peygamber Aleyhisselam'a geldi biri, yeni sordu, ben cihatga çıksam bu dedi. Peygamber Aleyhisselam, yani anan var mı dedi, var dedi. Şimdi olan cennet senin ananın put astıda, deyip ananın hizmetini kılgan dedi. Demek bu hadisinin ki, yani hemmisi, yani ata-anaga hizmet kılış, ata-ananın hizmetini kılış, yani cihat kılıştın. Yani perzil kipaye cihattın, ata-ananın hizmetini kılış, perzil ayn amel muhim deganni ko'rsatdi. Agar boy degandek, aldi degandek farzil ayn jihatlab qolsa, bizning vataniga o'xshash. Bizning vatanda jihat ichilib qolsa, Xitoylar bilan urushib qolgan ish, bu yerda onamni boqitdim yoki bolamni asraytdim degandek ba'zi bir o'zurlar bilan bu yerga uyushini o'lishga yoki boshqa yerga chiqib ketishga bo'lmaydi. O vaqtda
yani çoğun küçük, qari yaş, er ayal hemmeden uruş lazım. Bu Peygamber Aleyhisselam'nınki ata-onaga yaxshilik qilishninki muhimligini ko'rsatgani, yani bu jihatla, yani o bir kishi ya ba'zi ma'lum ata-onasining xizmatini qilishga tegishli kishilar o jihatga bormay qolsa-mu, yani o jihat bo'laveradigan, ammo ularninki jihatga berishidan ata-onasininki xizmatini qilishninki muhimligini ko'rsatadi. Hem de yakın zamanda bizning vatandan hijrat qilib chiqqanlar jiq bo'ldi. Allah subhanahu wa taala bularninki qilgan hijratda qilgan amaliga hammasiga niyatiga ko'ra, niyatiga vaqa savob berdi. Onun niyati, men boshda dedik buni. Yani fakat kafirning zulmidan qochish, bir yaxshi bir dinimni tutadigan bir yerda azodi rahat din tutib bir yashasam degan niyatidan chiqqan bo'lsa, uning qarta savob oladi. Agar faqat bir jonimni saqlay deb qarshilab qolsa, uning qarta bo'ladi. Yoki de men chatga chiqib bir jihodiy harakatni o'rganib, uningdan keyin bu kafirlarga qarshi turadigan ish qilsam bo'tda degan umidi olsa, bu niyat bilan uning qarta savob oladi. Agar men bu kafirlar bilan bu urushayotgan kafir bu emas yoki ya buninglar urush bo'lanmaymi ekan, men bilak bir kafirlar bilan urushay boshqa musulmonlarga qatlab deb chiqqan bo'lsa, u uning qarta niyatiga qarta bo'ladi. Demek yani hamda bizning vatanimizni düşman besavagan turib boshqa yerga berib jihad qilish biz uchun yani bizning Uyg'ur xalqiga farzil ayn bo'lgan jihad emas. Peygamber Aleyhisselam'ın bu ko'rsatmalarida. Endi buni farzil kifoya, men berib qatnashsam savob olaman degan niyatida bo'lsa, uningki shuningga qilish sharoiti bo'lsa, o o'zining yani ko'rishi. Demek yani biz evvelen Peygamber Aleyhisselam'ınki yolunu, Peygamber Aleyhisselam'ın ko'rsatmasini, ta'limatini bir tushunish lazım. Tushunib, bilib, uningdan keyin men mana qilsam, men niyatim bilan manda bir yerga yetkazayman yoki manda bir savobga erishgudayman degan yo'l bilan mangsa, shuning qarta niyatiga qarta savob oladi, qilgan qilmishiga ajr oladi. Agar mening kallamda mundaq sharoit mundaqda debliginde Peygamber Aleyhisselam'ınki ko'rsatmalarini to'g'ri o'zining yerida tushunmay, eklikini bir yandan tartib hammani elishtirib, bir yo'g'riblikinde jihad qilish debliginde o jihad nerede qiladi, kimga qiladi, qachon qiladi, qanday qiladi, nima uchun qiladi, buni hisoblashmay jihad deb maydonga chiqibliginde qarshimda to'g'rining hammasi dushman deb urushgan bilan bu hammasi jihad olmaydi. Buni yani biz boshda dedik, har qanday bir ishni bilib qilish lozim deb, tushunib qilish lozim. Yani o ishninki boshlanishi nima? Uning yeri nerede? O qarshidagi kim? O qachon, qanday shaklda bo'ladi, qanday bo'lishi to'g'ri? Buni bilib to'g'ri qilsa, bu vaqtda to'g'ri natijaga erishadi. Agar natijaga erishilmasa-mu, to'g'ri qilgani uchun savob oladi. Bo'lmasa, qilgan ishi bayqadek almashilab qolsa, buningki tatgan xafaligi bagajlab keladigan ish bor. Shunga evvelen to'g'ri tushunish lozim. Uningdan keyin yo'lni shuning qarta o'zining sharoitiga vaqa qilsa bo'ldi. O'zi yani başka hech qanday bir ta'tishi yo'q, ta'tinchisi yo'q, ota-onasimi yo'q, xizmat qiladigan, boshqa bir uning qo'li qoladigan ehtiyoj boshqalarningki xizmatimi yo'q. Faqat men bir jihad qilsam bo'tdi degan niyati bilan to'g'ri bir jihad maydoniga kirib qilgan bo'lsa, u o'ziningki qarashi. Hemen bunu bir tushunmak lazım. Hemmini yo'g'irib, yani hammadan menga o'xshash qilsa o'tdi deb, bütün o'ziningki sharoitini, o'ziningki ahvolini boshqalarga tengish yoki
boshqalarning qilganining hammasi xatoga ketib qoldi. Mening qilganim to'g'ri edi deb bunda qarash bu biroz betarafligin bo'lib qoladi. Shunga bu jihodiy harakatda qilsak gap jiq. Buningga bak injilab tafsili kirmaymiz. Payg'ambar alayhisolamninki ko'rsatgan jihodi bu. Payg'ambar alayhisolamninki ko'rsatgan yo'li bu. Endi bizning vatandan chiqqanlar ba'zanlar yani men ata-onamni qo'yib, bolalarimni qo'yib, butun narsadan voz kechib, men fisabillah chiqdim deb chiqqanlar ekan, uning qarta biroz to'g'ri tushuncha berildi, bagalla bo'ldi. Yani bu yaxshi bo'lmabdi. Endi bu ata-onani qo'yib, bolavoqini tashlab qo'yib, butun narsani qo'yib chiqib fisabillah chiqqudek bunda bir ish yo'q, o kadar yani talab yo'q. Onun için asli to'g'risi ata-onani tashlamaslik lozim deb to'g'ri tushuncha berilgan bo'ldi. Demak, bu fisabillah ota-onaga xizmat qilishni fisabillah deb tushunmagan, ammo avom bilan xizmat qilishni fisabillah deb tushunib qolgan. Bunda bir almash tushunish xizmatni amalni almashtirayotgan gapimni. Tushunchaga qarata amalni almash ketadi. Demak, yani biz to'g'ri tushunsak, almashtirib tushunib qolmasak, amalimiz almash xato ketib qolmaydi. Biz ota-onaga yaxshilik qilishni farz deb bilsak, u vaqtda jihatninki muhim bo'lgan jihat qaysi, farzli kifoya bo'lgan jihat qaysi, buni aragandan keyin ota-onamizga qilgan xizmat bilan farzli kifoya bo'lgan jihatning, farzli ayn bo'lgan jihatning farqini buni bilalaymiz. Endi farzli kifoya bo'lgan ishlarmi o'xshash bo'lmaydi. Farzli ayn, farzli kifoya dedik. Farzli kifoya bo'lgan ishmi o'xshash emas. Hammasi yani bir qism odam qilsa, boshqalarni saqtilgan bunda emas. Ba'zi yani hech kim qilmasa hammadan gunohkor bo'lgandek, yani ba'zi ishlar qilinig'isiz qolsa yoki oz qilinib qolsa, yeni bir qism kishilarga yani bu majburiyat tingildigan. Buni qilmaganlik uchun bu farzil kifoyani tark etganlik emas, ya'ni farzil ayni tark etganning xatoligi bo'ldi. Masalan, ba'zi chog'da ya'ni oz bir qism odam o'qib diniy ta'limot oldi, ammo xalqningki nurg'un diniy ta'limotga ehtiyoji bor. Bunda sharoitda islom dinini o'qish, o'rganish fursati bo'lgan har qanday odamga bu ilm o'qish farz. O farzli kifoya ba'zi odamning qilsa pishadigan, bunda yerda qolmay, ya'ni bir necha odamningki qilishi farzlab qoldigan, farzli eng aylanib qoldigan ishlar bor. Ma'lum odamlar uchun, ya'ni o'qish sharoiti bo'lgan odamlar uchun. Chunki yetishmaganlikdan. Yetishgudak bo'lsa, o vaqti boshqa. Endi diniy ilm yetishgudakkan, fanniy ilmda boshqa nurg'un bilimli var, nurg'un amalli var. Yani qilnig'iz qolgan yoki kam bo'lib qolgan. Yani bu chog'dacha ma'lum shu ishga sharoiti bo'lgan kishilar uchun o ishni qilish, o ilmni o'rganish, o farzga aylanib qoldi. Farzli kifoya bo'lgan bo'lsin. Chunki yetarli bo'lmagani uchun. Masalan, islom dunyosida musulmonlar yashagan yerda diniy ilmga yetarli olimlar, faqih, fuqaholar bakin diniy masalalardan yani onun hüddesinden çıkacak. Ama doktor yok olab qalsa bu vaqtda doktorluqni o'rganish ma'lum odamlar uchun bu farzli eng aylanib qolgan ish. Ha undan boshqa ma'na hamma boshqa narsa yetarlik diniy ilmi bor, doktorluqmi bor degandan keyin yani kafir bilan urushib qolsa askariy kuch yo'q. Bundagi bir holat bo'lib qolsa, bu vaqtda askariy ilm o'rganish bu farzli. Uning uchun bizning xalqimizga ma'lum odamlarga yani askariy ilmni o'rganish farzil ayn. Vatanimizda jihad bo'lib qolsa, umumiy odamga jihad maydoniga chiqish farzil ayn. Ama cihadi ishni, cihadi amalni o'rganish, askariy ilm, bilimni elish ma'lum sharoiti bo'lgan odamlarga farzil ayn. Ma'lum odamlarga farzil ayn. Yani bir qadar büyütürük adamdan qilsa boshqalardan saqtildigan bunda yerda emas yani.
shu ishga sharoiti bo'lganlar shu ishni qilmasa, buningda farzil aynni qilmaganning jinoyati bo'ldi. Buningda bir az misolliq yoki kichkina odamning qilib qo'yishi bilan bitib qolgan emas. Chunki bizning vatanimizdagi musulmonlarning ahvoli bundaq ya'ni tuvan holatda bo'lgani uchun ya'ni ma'lum shaxslarga askariy ilmda yetarlik ilm elish, bu maydonda tayyorlik qilish farzil ayn. Vatanda jihad bo'lmagan bir sharoit chaqda. Asli jihad bo'lishi lozim. Bunun hamda bir adam ya ma'lum adamla chiqib lekin jihad qilma deb kafirga qarshi tura olmagan lekin buning ishining beshi yo'q. Uning uchun bu ish kechikib qolgan bo'lsa-mu, agar boshlanib bu ish bir beshi bilan yoki ana to'plum bilan dushmanga qarshi urush ochilib qolsa, butun odamga farzlayn. O farzil ayligi hamma odamga bog'lanib turaverdi. Ammo shuni o'rganish masalasi, askariy bilimni bilish masalasi hozircha ya'ni sharoiti bo'lgan kishilarga farzlayn. Dunyodagi umum musulmonlar emas, bizning xalqimiz uchun. Umumiy musulmonlarni qilishi lozim. Ya'ni musulmonlarning soni jiq. Buningdan bir qism odamlar yetarli bilim olsa, boshqalarni yetarib mang'alaydi. Shu her tarafdagi bilim yetarli bo'lmagani uchun musulmonlarni yetilab mang'anmaganlik uchun dunyoda islom dunyosi chiqayotgan qalaymaganchilik bilimning ozlig'idan bo'layotganlik. Buning uchun biz bu masalani bu shaklda tushunsak, ya'ni Payg'ambar alayhisolamning ko'rsatgani bu. Endi ba'zilar voy bu zurul bu muhim, ba'zilar voy bu muhim. Hamma odam o'zining tushungan tarafini muhim deb qaraydi. Biz o'lchamni Payg'ambar alayhisolamniki qilgan qilmishiga degan so'ziga buni tanglash lozim. Muhimligi bu yerdan chiqadi. Inshaalloh kelaqatimiq darsimizda yani Allah'ın hakkıdan bendenin hakkının muhimliği hakkında ders kılındı. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.